Assalomu alaykum. Yaqinlar kanalimiz a'zolari, bugun 30-iyun 2025-yil. Mana navbatdagi laboga Chirog'bon tuni kashfga qildik. Bu laboni egalari Farg'ona viloyati Bog'dod tumani Karim bobo mahallasidan kelibdi. Laboni ichlariga shu izolyatsiya qilingan holatda bo'ldi. Mana bu joylari mana konteyner bog'lab qo'yilgan. Har qanaqa bu narsa tormozga tegadigan bo'lsa bukilmaydi. Mana bu kabinaga zarbalar o'tkazmaydi. Pneumatiklar ham xuddi shunaqa holatda tiraydi va issiq sovuqda salonga o'tkazmaslik uchun qilinadi. Mana bu joylari mana 2 sm dan bukilgan. Mana betlari 1,5 sm ichkariga bukilgan. Tagi ham xuddi shunaqa mana samolyot zaklopkalar ko'rinmaydi. Tag qismidan xatirlar hammasi. Alohida poliga uloqsiz lislari ham bor. Mana shuncha qilish jarayoni. Uloqsiz lislari bor, tagiga rezinkalari bor, tepasiga bagaji, yoniga sandiqchalari bor. Mana shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, manzilimiz Farg'ona viloyati Bog'dod tumani Bordon qishlog'i. Svetofor yaqinida 1 soat ichida o'rnatib beramiz. Ishlarimiz yoqsa, do'stlar yaqinlariga jo'natib qo'ying. Kuzatishda davom etasizlar. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.